Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari. Bugun xudo xolasa sizlarga yana ovqatlarni berib chiqamiz. Tinchitib. Bizlarga hozir bemalolchilik, bu yerda ishlamayman. Shuning uchun hovliqmasdan endi kechkibroq beraveraman. Hozir soat mana 9 dan 19 ta o'tdi. Ishga chiqadigan paytlarim esa ularni ertaroq tinchitib ketaman. Ishimga xalal bermasligi uchun mana shularni hammasiga taxminan 15-20 minutcha vaqt ketadi suvlarini, donlarini berib tinchitib chiqishimga. Ya'ni bu meni hech qanday ishlarimga xalal bermaydi mana shuncha parranda. Endi taxminan bilmayman, 100 atrofida parrandan bo'lsa kerak. Agar oshiq bo'lsa ham bo'lar. Mana shularni hammasini tinchitish 15-20 daqiqa uzoq bilan vaqtimni oladi. Bunga bug'doylarni beramiz. Oson, hech qanday qiyin joyi yo'q. Qanday qilaman, qanday boqaman, ulguramanmi, yo'qmi? Mana shunaqa narsalar bo'lmasligi kerak. Kimdir intilsa, xohlasa, albatta hamma narsani eplasa bo'ladi. Yangi boshlovchilar, qiziqayotganlar ikkilanmasdan bemalol boshlaylar. Endi o'tkalardan olinglar, sesarkalardan olinglar. Ya'ni sizlarga pribul beradigan har qanday narsaniki qilib, qo'shimcha daromad oilalaringizga, ro'zg'orlaringizga qo'shimcha daromad qilinglar. Ayniqsa ayollar xo'jayinlaringizga aytinglar, mana shunaqa narsa qilib bersin. Sizlar uyda o'tirgan joylaringizda yo'q, pul ishlash imkoniyatlaringiz bor. Ro'zg'orga hissa qo'shishlaringiz, ro'zg'or budjetiga hissa qo'shish imkoniyatlaringiz bor. Mana shunaqa narsaga qiziqinglar. Chiqasizlar, paxta mavsumida paxta terasizlar, yer chopasizlar, boshqa qilasizlar jazirama issiqlarda. Yo'q, kimdir shuni xohlaydi, uni ham qilinglar. Lekin mana bu narsa sizlarga hech qanday xalal bermaydi. Ertalab 15-20 minut, kechki paytga 15-20 minut vaqt sarflaysizlar, lekin bulardan keladigan daromad sizda o'sha paxta teradigan yoki bir chopiq qiladigan yo parnilarda boyagi dimlarda ishlaydigan pulingizdan kam bo'lmaydi, oshadiki kam bo'lmaydi. Uni ham qilish kerak, qilaveringlar. Chunki doim uyda o'tirishdan odam zerikadi, to'g'ri. U ishlarni ham qilinglar, lekin mana buni ham qo'shimchasiga qilsanglar, sizlar 2 barobar daromadda bo'lasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Qo'yamiz. Shart emas, mana shunaqa katta bir molxonani joy qilib olishlaringiz, oddiy kattalarda ham bo'laveradi. Endi ham prosta bizning molxonamiz bor edi, mol boqmay qo'yganmiz, shuning uchun mana shu yerda katta qilganman. U ham chala qolib ketdi, chunki tovuqlarga ishtiyoqim kamayib qolgani sababli mana bu kattalarimiz chala qolib ketdi. Unisi 2 etajli katta bo'lish kerak edi bu yerdan. Balki yana ham hali davom ettirarman bularni. Mana bu kanistrimizni esa tuxum tug'adigan joy qilib yasamoqchiman. Xudo xolasa, buni ham vaqt bo'lganda hali kesib, taxlab ko'rsataman. Bittasini ko'rsatgan odam oldin, mana yerda qo'yganman. Hozir uni ko'rsatib o'taman. Buni ham o'shunday qilib taxlab, tovuqlarga, ya'ni jussasi kichik tovuqlarimizga bo'laveradi mana shu. Men qornim och qolib ketibdi, qo'limdagi ovqatga yopishyapti. Birinchi bilan ovqatlarni berib olay. Keyin qolgan narsalarni ko'rsatib gaplashaveramiz. Shunchalik qilishlarni yoqtirmayman. Lekin iloji yo'q, qorni och. Xohlaysizmi, yo'qmi, och qorinda baribir o'zini tutib turisha olmaydi. Bular parrandalar. Kecha kam ovqat berilgan shekilli, kecha men o'zim bermagan edim ovqatni. Ayolim to'g'risi unchalik qiziqmaydi. Faqat nomigagina qarab qo'yadi. Lekin shunisiga ham rahmat, ba'zida vaqtim bo'lmay qoladi, chunki o'zimni ko'pincha baribir ayolim qaraydi. Yaxshi qarasa ham, yomon qarasa ham.
qarab chiqarish qilib. Endi esa broiler ovqatini bug'doy ustidan sochib chiqamiz. Bu bularni tuxumlashiga yordam beradi va etini yaxshi saqlashiga, immunitetini yaxshi ushlashiga yordam beradi. Endi esa bir sira tuxumlarni terib chiqamiz. Borlarini, ya'ni nechta tuxum bor bilmayman. Bu yerda bitta tug'ibdi. Ba'zida somonlar esa ko'milib ham qoladi. Mana bitta tuxum. Kechki paytga terib chiqqanman, shuning uchun ertalabga ko'p tuxum bo'lmaydi. Bu yerda bitta tovuqimiz yotibdi, qanqayap tovuqimiz. Bu endi tuxum tug'aman deyapti. Hali xalal bermaylik, tug'aversin. Aziz tomoshabinlar, tovuqimiz turib ketibdi. Qarang, bu yerda 3 ta tuxum, ya'ni bitta endi o'tgani tuxumi, ikkita tovuq tuxumi bor ekan. Endi o'tgan tuxumni qo'yib qo'yamiz, chunki uni kecha inkubatorga qo'ydik, 10 ta tuxumni hozir bitta qo'yib bo'lmaydi bu yoqqa. Shuning uchun endi yig'ilib tursin, keyin davomidan qo'sharmiz. Faqat tovuq tuxumlarni olamiz. Hozircha ertalabga 3 ta tuxum bor. Alhamdulillah. Bu yerda ham joy qilyapti ekan. Menimcha endi o'tga joy qilyapti shekilli bu yerda. Tug'ishga tayyorgarlik ko'ryapti. Bugun 29-noyabr adashmasam. Bugun 29-noyabr. Bu yerda endi o'tkamiz bosib yotuvdi tuxum. Kecha tuxumlarini saralab chiqdim. 10 ta tuxumdan bittasi urug'i biraklangan, bittasi urug'siz bo'lgan. Bu yerda ham joy taxlayapti yotishga. Va ikkita tuxumni olib tashladim. Bu yerda faqat urug'langan yaxshi tuxumlar qolgan ekan. Qoldirdim, ya'ni 10 ta tuxumdan 8 ta urug'langan jo'ja ochib chiqaman deb turgan tuxumlar. To'g'langan yaxshisi kechki paytga tergan yaxshi tuxumlarini o'shangacha hammasi taxlab qo'yadi. Kecha bitta 1-2 kilimiz tuxum qo'ygan edi. Bugun esa tuxum tug'mabdi. Noiloj. Endi yangi tuxumga kirishi baribir bir kun qo'yib, bir kun qo'ymay shunaqa bo'ladi. Ularga broiler ovqatni o'zidan ozgina berib qo'yaman. Chunki mana bu tagidagi donlarni bular och qolib yesin deyapman. Chunki bu tagida juda ko'p isrof qilgan. Bu solgan broiler ovqatimiz hech qanchaga yetmaydi. Ishtahasini qitiqlab qo'yadi, qolganiga esa mana bu donlarni yeydi. Hozir bularga suv ham qo'yamiz. Birinchi ovqatlarini berib chiqaylik. Mana aziz birodarlar, tomoshabinlar, bugun uydaman, bemalol dalaga borib, dalaga ishlaymiz deb oilam bilan yig'ilishib tayyorgarlik ko'rayotgandik. Lekin bizlarni ishga chaqirib qolishdi. Shuning uchun hozir ishga ketamiz. Buni tezlashtirib parrandalarimiz ovqatlarini berib tinchib ketishimiz kerak. 20 minut muhlat berishdi bizga. Shu vaqt oralig'ida tezgina ularga start berardim. Adashib finishga boribman, qarang. Mayli, finishga ham zarari yo'q, oz miqdorda. Ularni tanani yaxshi ushlashiga hozir salqin havo. Bugun birinchi marta suv muzlabdi. Qarshida 29-noyabr kuni mana birinchi marta suv muzladi. Avvalan sal muzlagan bo'lsa ham e'tibor bermaganmanmi, yo bugun birinchi marta muzladi. Minus 1 ga tushganmi endi havo. Ovqatini qo'ydik. Suv idishini tepaga olib qo'ydik. Endi hozir ovqatlarni berib bo'lgandan keyin suvlarni beramiz. Mana ikkinchi porsiyamiz ketdi, xudo xolasa. Begunoqlarimiz ular yugurishni yaxshi ko'rishadi. Shaqa tushsangiz bo'ldi.
yoqdan bu yoqqa yugurgan. Ko'rinyapti bo'lsa. Bug'doylarni solamiz. Endi navbat g'ozlarimizga. G'ozlarimiz idishlarini bo'shatib qo'yishibdi. Ko'p ketdi. Ko'p bo'lsa ko'proq yeyishadi. Bularni o'ynashini qarang. Mana agidillarimiz yana yerga tuxum qo'yib qo'yishibdi. Hozir yana bug'doylarni beramiz. Bir qo'lda ishlash biroz noqulaylik tug'diryapti. Bo'lsa bu ishlarni allaqachon qilib bo'lardim. Hoppa, tuxumni oyog'ini tagiga balchiqqa bo'yab tashlashibdi. Bu yerda 3 ta tuxum. Bu bilan 4 ta. Bu yerda yana bitta ekan. Ya'ni 5 ta tuxum. 5 ta tuxum to'shdi kuniga. O'rdaklardan tuxum olishdi bitta yaxshi tomoni. Hammasini bir vaqtning o'zida yig'ib olib ketasiz. Tuxumni yorib qo'ydim. Ularning tuxumlari tovuq tuxumiga o'xshagan po'stloq naqsh bo'lar ekan, boshqa o'rdaklarga o'xshagan qalin po'stloqli bo'lmaydi. Bitta o'rdagimiz endi setkaga kallasini tiqib qisilib qolibdi. Bu o'rdagimizni hozir qutqaramiz. Ana aziz do'stlar, o'rdagimizni qutqarib yubordik. Balki rahmat aytgandir, balki yo'q. Bilmadim, bu o'rdaklar ham begunohlarga o'xshab rosa hurkak bo'ladi. Lekin baribir minnatdormiz. 5 ta tuxum yomon emas. Farzandlarimni kunlik ozuqasi, umuman ro'zg'orimizda kunlik ozuqa bor ish qilib. Kechagi videomda ko'rsatgandim, xolodilligimiz to'lib toshib turadi. Xolodilligimizda endi o'sha tuxumlar muzlab qolyapti. Shuning uchun ularni endi oddiy flegada derazaga olib qo'yapmiz. Endi esa navbat suvga, suvlarni qo'yib chiqamiz. Telefonni endi syomkani to'xtatishga majburman, chunki tezlashtirib ishlarimni tugatib olmasam, meni ishga chaqirishdi. Ulgurmay qolishim mumkin. Kuttirish esa yaxshi emas. Bugungi yetarli. Xudo xolasa boshqa videolarda yana ko'rishamiz inshaalloh. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Edim hamki birdaniga kirib boshqa odamni chaqirdik deb atmay qolib qolishda ishda. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Rizq nasiba yozilgan, har kimning nasibasi adashmasdan o'sha odamning o'ziga boradi va biz uchastkaga keldik, dalaga keldik, fermamizga. Ishlash asosiy maqsad emas, asosiy maqsadimiz farzandlarimiz bilan o'tirib, mazza qilib dam olib ketish. Farzandlarimga xudo xolasa mana bunaqa non taxlab beryapman. Bu menga to'g'risi yoqadi. O'tirib farzandlarim bilan mana shunaqa dalalarga, xoli joylarga o'tirib dam olish yaxshi ko'raman. Bunaqa pishloqni terib, kolbasalardan terib, oddiygina, lekin effektivniy piknik. Yana buni hammaga maslahat beraman, chunki bunga e'tibor qilinmaydi. Lekin parklarga, har xil bir ko'ngilochar joylarga, shaharlarga aylantirgandan ko'ra, u ham yaxshi, lekin mana bunaqa joylarga kelib, dam olib, o'tirib, mana bunaqa oddiygina yemishlardan yeb o'tirishda ham gashta bor.
Bugun Xudo xolasa ana shunday qilib o'tirib farzandlarim bilan dam olib ketamiz va orada yana ulgursak bu ishlarni qilib ketamiz. Videomizni ana endi yakunlaymiz inshaalloh. Hammaga salomatlik tilayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.